Aka, narxga ozroq kelishtirib bering. Ben bo'lishini aytdim aka sizga. Kredit qilmaymizda, naqd bo'ladi-da, ozroq kelishtirib berasiz. Aka. Barakam aka. Sizda ham shu kabi holatlar kuzatilyaptimi? Mashina bozorga kelyapsiz, avtomobilni naqdga xarid qilmoqchisiz, ammo uni xarid qilishga pulingiz yetmayapti. Bunday vaziyatda sizga bizning Avtoredline kompaniyamiz yordamga keladi. Mashina bozoriga kelasiz, o'zingiz xohlagan avtomobilni tanlaysiz, uning egasi bilan narxini savdolashasiz, kelishilgan narxni bo'lib to'lash evaziga esa Avtoredline kompaniyasiga murojaat qilasiz. Bozor to'la Damas. Siz kelib ushbu Damaslardan xohlaganingizni tanlaysiz. Tanlagan Damazingizni $500 dan $2000 gacha boshlang'ich to'lov qilib xarid qilib ketishingiz mumkin. Gazi bormikin? Kraskasi tozaga ham o'xshamayapti. Urilmaganmikan? Sizda ham mana shunday so'roq va savollar bo'lmasligi uchun Avtoredline o'zining maxsus xizmatini taklif qiladi. Endilikda siz ikkilamchi bozordan avtomobil sotib olmoqchi bo'lsangiz, Avtoredlinening maxsus xodimlari avtomobilni texnik holatini ko'zdan kechirib berishadi va eng asosiysi bu mutlaqo bepul.